Blitz savollar. Braket yoki aligner? Braket albatta. Chunki braketda sложный bo'lgan tish nuqsonlarini ham to'g'rilasa bo'ladi. Alignerda bo'lsa, sal yengilroq tish nuqsonlarini to'g'rilashga mo'ljallangan. Qattiq shotka yoki yumshoq shotka? Ikkalasi ham emas. O'rta qattiqligidagi cho'tkani tavsiya qilaman. Chunki qattiq cho'tkada milklarni zararlab qo'yishi mumkin. Yumshoq cho'tkalar bo'lsa, tish nalotlarini oxirigacha tozalay olmasligi mumkin. Plomba yoki vkladka? Xo'p, vkladka. Plomba chunki vaqt o'tishi bilan o'zini kirishuvchanligi xususiyati bo'ladi plombani. Shuni hisobiga plombani davomiyligi kamroq, vkladkaniki uzoqroq. Implant yoki mastovidniy protez? Implant mastovidniy protezda sog'lom tishlarni zararlash natijasida qo'yiladi. Implantda yo'qotilgan tish sohasiga sog'lom tishlarga zarar yetkazmasdan o'rnatiladi. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun nima qilish kerak? Meni sahifamga obuna bo'lish kerak.